Agar yer yuzidagi hamma millioner bo'lib uyg'onsa, nima bo'ladi? Birinchi kun uyg'onib telefoningizga qaraysiz. Balansingizda 100 million dollar. Xursandchilikdan baqirasiz. Derazadan qarasangiz, qo'shnilaringiz ham baqiryapti. Butun shaharda bayram. Hozircha do'konlar gavjum. Ikkinchi kun hamma faqat sotib olish haqida o'ylaydi. Ishchilar esa kamayib ketdi. Chunki sotuvchi ham, oshpaz ham, haydovchi ham endi millioner. Ular albatta ishlashni xohlamaydi. Bir haftadan so'ng 96 million dollar pulingiz qolgan. Do'konlar yopiq. Ochiqlarda ham narxlar juda qimmat. Yoqilg'i kam. Millioner fermerlar esa dalaga chiqmaydi. Zavodlar ham ishlamaydi. Bir oydan so'ng eng og'ir nuqta. Nonvoyga non ber deb pullaringizni olasiz. U esa menda bunaqasidan ko'p deb 2 baravar ko'proq pul otadi. Mashinalaringiz uchun yoqilg'i ham tugagan. Pul endi hech narsani hal qilmaydi. Odamlar toza suv uchun jang qiladi. Bir dona konservalangan ovqat Ferrari'dan ham qimmat. Balansingiz pulga to'la, ammo oshqozoningiz bo'm-bo'sh. Tushunib yetasizki, aslida jamiyat pul bilan emas, mehnat bilan yashaydi.